Endi asos andizamizni orqa qismini chizib olamiz. Bizga razmer kerak bo'ladi. Xuddi oldi bilan почти bir xil. Mana orqa kengligimizni o'lchaymiz. Yarmini 19, pastga qarab 23 sm tushamiz. Mana chiziq tortamiz. Endi bizga ko'krak aylanasi kerak bo'ladi. Ko'krak aylanamizni 96, 96 ni 4 ga bo'lib 2 sm qo'shamiz. 26 bo'ladi. Mana 26 sm o'lchab chizib olamiz. Qo'ltig'imizni chiqarib olamiz. Endi bo'yin aylanamiz. 6,5 sm, pastga 3 sm tushamiz. Mana. Endi yelka qismini topib olamiz. 1 sm, 1,5 sm tushamiz va yelkani birlashtiramiz bo'yin bilan. Mana yelkamiz chiqdi. Endi belgicha bugun uzunlikka qo'yib olamiz. 41. Mana o'lchab olamiz. Va vitichka oralig'ini o'lchab olamiz. 8-9 sm. Mana 1,5 sm, 1,5 sm vitichka haqqi qoldiramiz. Mana vitichkani tugash nuqtasini topib olamiz. Mana chizib olamiz. 90gacha bo'lgan uzunligini o'lchab uni ham chizib olamiz. Va vitichkamizni to'g'rilab olamiz. Mana orqa andizamizni vitichkasi ham bo'ldi. Endi belini topamiz. Belimizni 78 edi. 78 ni teng yarmiga bo'lamiz va 2 sm qo'shamiz. O'lchavatganda vitichkalarni chiqarib olib o'lchaymiz. Yokida o'sha chiqqan razmeringiga plus 3 sm yoki 2 sm vitichka qancha qoldirgan bo'lsanglar, shuncha qo'shib to'g'ri o'lchab olsanglar ham bo'ladi. Mana o'lchab oldik. Endi birlashtiramiz. Bo'ksa aylanamiz 110 edi. 110 ni 4 ga bo'lib, unga yana 2 sm chok haqqi qo'shamiz. Mana orqa asos andizamiz ham tayyor bo'ldi. Mana oldi va orqa andizalarimiz.